Savol. Assalomu alaykum. Ayollar chachni turmaklab namoz o'qisa bo'lmamdi? Odatda chach turmaklash cheklanganmi? Boshning osti tarafidan turmaklash. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ayollar namoz o'qiganda chachlarini yo'gab turishi lozim, chunki chach avrat. Shunga namoz o'qiganda chachini bog'lab yoki chegib yoki pomlab turmaklab namoz o'qisa bo'ladi. Tavus Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men 7 a'zo bilan sajda qilishga buyurildim. Peshona deb burniga ishorat qildi. Ikki qo'l, ikki tiz, ikki putning barmoqlari, yana kiyimlarimizni, chachlarimizni yig'ib olmaslikqa buyurildik. Buningga asosan erlarga nisbatan namoz o'qigan chaqda kiyim-kechak yoki chachning sangilab turgan qismini yig'ib olishga bo'lmaydi. Chunki chach bilan kiyimni sajda qiladi. Uni yig'ib olish ortiqcha ish bo'ladi. Lekin ularga nisbatan chach avrat emas. Ayollarga nisbatan chach avrat bo'lg'achqa uni yo'gash uchun yig'ib chegib olishga to'g'ri kelsa, yig'ib olsa bo'ladi. Yig'ib olish kerak bo'lmay, kiyim ichida sangilab qolgan bo'lsa, yig'ib olmay qo'yib olsa bo'ladi. Ammo kiyimini yig'ib olsa bo'lmaydi. Hamda namoz sirtida ayollar chachlarini uy ichida putlashmasligi, chaqqan bo'lib ishlarni qilib olish uchun boshning usti yoki asti yoki gadaniga turmaklab olsa, yig'ib olsa, chigib olsa yoki pomlab olsa bo'ladi. Sirtda zinatlanish uchun undaq qilsa bo'lmaydi. Chunki hadisda undaq yasnib olgan ayollar boshlari tugining lokisidek deb jannatning puruqini puriyolmaydiganlar qatorida bayon qilingan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir.